Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatib borayotgan obunachilar. Bugungi videoda sizlar bilan parrandachilikda qilinadigan, ya'ni 90% odam shu xatoni qiladigan 5 ta xato haqida gaplashamiz. Birinchi xatoyimiz shulardan iboratki, ko'pchilik boshlovchilar va parranda boquvchilar jo'jaga makkayni maydasi yoki makkay yormasi berib boqishadi chiqqan jo'jaga. Yo'q, yangi chiqqan jo'jaga taxminan 1-1,5 oylikgacha, 2 oylikgacha mana shunaqa o'zimiz tayyorlagan aralashma yoki starter yemni o'zini berib boqish kerak. Bu yemimizning 90% starter yemdan iborat. Starter jo'jani semirtiradi. Masalan, bu foydasi bor, buni foydasi yo'q. Shuning uchun yangi boshlovchilar mana shu joyda xato qilishadi. Ikkinchi xatoyimiz shundan iboratki, ko'pchilik jo'ja chiqishi bilanoq suvni oddiy xom suv, krandan chiqayotgan suvdan berishadi. Yo'q, bu xato. Jo'ja birinchidanoq chiqqandanoq xom suv ichganda ichi o'chishi, keyin nobud bo'lishi mumkin. Shuning uchun qaynatib sovutilgan suvni taxminan 1 oyligigacha berganlaringdan so'ng keyin bemalol xom suvga o'tishinglar mumkin. Hozirda jo'jalarim 2 oylik bo'lgan. Xom suvni bemalol ichaveradi va suvga mana ko'rib turganlaringdek vitaminni qo'shib bersalaring yaxshi katta bo'ladi. Vitaminlar bular. Ko'pchilik qiladigan ikkinchi xatoyimiz shu. Uchinchi ko'p qiladigan xatoyimiz masalan odamlar tovuq bo'ladi. Mana tovuqimiz. Lekin mana tovuqimiz yana bitta. Lekin nega tezroq tuxum qo'ymayapti deyshadi, lekin o'zlari oddiygina yem berishayotgandan xabardor bo'lishmaydi. Tovuq tezroq tuxumlash uchun mana shu quyidagi ingredientlari bor. Maxsus yemimizdan berish kerak bo'ladi. Buning ichida bug'doy, makkay yormasi, o'zimiz tayyorlagan tuxumli kalsiy, kepak, starter, hammasi mana shu jo'jalarimizni, mana tovuqlarimiz tezroq tuxum qo'yishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun mana shu yemimizdan doimiy berib tursalaring, mana ko'rib turganlaringdek yopishib ketadi. Hozir berib ko'rsaman. Mana ko'rib turganlaringdek tezlik bilan yeb tashlayapti. Mana shunaqa yemni bersalaring tezroq tuxumlaydi. Kanalimda qanday tayyorlash videolari bor, o'tib albatta ko'ringlar. Uchinchi ko'pchilik qiladigan xato shu. To'rtinchi xatoyimiz shundan iboratki, jo'jalarga noto'g'ri sharoit, ya'ni suv qo'ygichining noto'g'ri joylashishi, kattagining noto'g'ri joylashishi yoki taglari axlat bilan to'la bo'lishi. Ammo har bir haftachalar tozalab turaman, chunki jo'jalar axlatini hidiga o'zi zaharlanib qolishi mumkin. Suvni bir kunda bir marta yaxshilab yuvib alishtirish kerak. Bu yerda gigiyena degan narsa ham bor. Shuningdek, mana shu noto'g'ri sharoit deganda shular tushuriladi. Hamma joyini artib, yuvib, hammasini yaxshi saqlasalaring, jo'jalaring kasallanmay, yaxshi katta bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringdek, mana bularda ham mana suv qo'yadigan payalkalar top-toza yuvilgan, kataklarini ham ko'rib turganlaringdek top-toza. Shuning uchun jo'jalarimda kasallanish kam bo'ladi. To'rtinchi ko'pchilik qiladigan xato shulardan iborat edi. Beshinchi xato va eng ko'p, ya'ni 99% odam shu xatoni qiladi asosan. Jo'jalarimizga noto'g'ri yem berish bo'ladi va noto'g'ri yem oqibatida jo'jalarimiz nobud bo'lishiga sabab bo'ladi. Boshlang'ich, ya'ni inkubatordan chiqqan jo'jalarimizga ko'rib turganinglardek mana shunaqa starterli aralashma yemimizni berishimiz kerak. Bularga umuman og'ir botmaydi, naboratiga tez o'sishiga yordam beradi. Shuning uchun boshlang'ich jo'jalarga shulardan berish kerak. Tuxum bermoqchi bo'lgan, ya'ni yoshi 5 oylikka yetib qolgan, masalan meniki 5 oylikka yetgan tovuqlarimizga mana aralashma yem kam qolgan, yana yaqinda tayyorlab qo'yaman. Mana shunaqa aralashma yemimizdan tayyorlab berish kerak. Oddiy bug'doyni o'zi yo oddiy makkayni o'zi bularga tezroq tuxum qo'ydirish uchun yem vazifasini o'tamaydi. Bularga hozir aralashma yem ko'proq kerak bo'ladi. Yana ko'pchilik boshqa tomonlarda oddiy kepak so'zini suvga ho'rlab berishadi. Bu jo'jaga na semirish, hech narsa bermaydi. Bu shunchaki boqib turish uchun yem xolos, o'zgarish sezmaysizlar. Shuning uchun kepakda umuman voz kechganmiz, shunchaki ichiga qo'shimcha ravishda solib beramiz xolos. Asosiy gap yemda. Yemini yaxshi bersalaring, o'rmay yaxshi katta bo'ladi.
Ko'p odam qiladigan 5 ta xato shulardan iborat edi. Kanalga obuna bo'linglar, videoga like bosinglar, videomizni oxirigacha ko'rib, yaqinlaringizga ulashib qo'yish esingizdan chiqmasin.